Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Mana Alloh taolo nasib qildi. Iordaniya davlatini poytaxti Ammon shahridan bir 10 kilometr chamasi uzoqroq joyda Qur'oni Karimda zikr qilingan g'or sohiblari Ashobul Kahfni maqbaralari, shu qabrlariga keldik. Bu yer rivoyatlarga ko'ra mana shu joyda joylashgan. Mana hozir shu kiriladigan joyda Qur'oni Karimni Kahf surasida zikr qilingan o'sha 7 kishi 8-lari qitmir it bo'lgan deb nomlangan Ashobul Kahfni qabrlari mana shu yerda. Hatto Qur'oni Karimda ustlarida masjid bino qilamiz deb aytilgan, la'natullohi alayhim masjidi. Masjid esa shu ust qismida joylashgan. Avval bu juda eski masjid, ibodatxona. Keyinchalik u buzilib ketganiga mana bu yerda Umaviylar xalifaligi vaqtida, Alloh alam Abdulmalik bin Marvon vaqtida masjid qurilgan. Mehrob qismi bu shu minbari. Bu masjid ham keyinchalik ona vaqtlar o'tishi bilan buzilib ketganligiga Iordaniya hukumati uni katta masjidni, chiroyli masjid qilib qo'ygan. Ammon shahri aslida eski nomi Filadelfiya. Shaharda ham ziyorat qilgan edik. Rimdan qolgan yodgorliklar, nimalar bor? Eski teatrlar, saroylar, ibodatxonalar, masjidlar. Shu eski juda qadimiy shahar. O'sha Ashobul Kahfda mana shu yerda bo'lganligini dalillari bor anchagina. Hozir mana g'orning ichini ham ko'ramiz inshaalloh taolo. Bismillahirrohmanirrohim. Mana bu yerda o'sha ikkitalarini qabrlari, keyinchalik yana qolganlarning qabrlari bu tarafda. Salohiddin Ayyubiy bu yerda obod qilgan. Ayyubiy sultoni ana shu kishidan keyin 1950-yillarda bu qabr qaytadan rekonstruksiya qilinganda suyaklari chiqqan shu Ashobul Kahfni keyinchalik mana bu katta tosh qo'yilgan joyga hammalari birgalikda dafn qilinganlar. Bu kishi mana shu yerda tarixini aytib berib nima qildilar bizga. Butun ziyoratchilar dunyodan mana shu yerga kelishadi. Shu yerda muazzinlari bo'ldi. Keyin mana bu yerda nafas olish turishlari uchun tepadan nima bor? Tuylik bor. Ana shu yerdan yorug'lik, havo kelib turadi. Ular 300 yildan ziyod vaqt mana shu yerda qolishgan. Keyinchalik mana shu yerga ko'milgani haqida rivoyatlar bor-ku. Mana qarang. Hatto mana bu kirishda